15-bob. Babu ma yad'u bihi idza awa ila firashihi. Kishi to'shagiga kelganda duo qiladigan duosi. Ya'ni to'shakka yotganda o'qilinadigan duo. To'shakdan maqsad bu yerda uxlash shunchaki, haligi qo'shilish emas. 3873-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar to'shaklarga yotsalar aytardilar: Allohumma robbas samawati wal ardi va robba kulli shay'in faliqal habbi wan nawa munzilat tawrati wal injili wal qur'anil azim a'udhu bika min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un iqdi anni ad-dayna wa aghnini min al-faqri. To'shakka yotganlarda mana shu zikrda aytar ekanlar. Ma'nosi: Allohim, sen samovatlar va yerning va barcha narsalarning Robbisisan. Donlar va danaklarni yorib o'stiruvchisisan. Tavrot, Injil, Qur'onil Azimni nozil qilgansan. Men sendan panoh so'rayman, sen peshonasidan tutib turgan barcha jonivorlarning yomonligidan. Sen birinchisan, sendan avvali hech narsa yo'q. Sen oxirsan, sendan keyin hech narsa yo'q. Sen zohirsan, sendan ustun hech narsa yo'q. Sen botinsan, sendan-da maxfiy hech narsa yo'q. Sen o'zing mendan qarzimni ado qilgin va meni faqirlikdan behojat qilgin degan duoni aytardilar. Endi bu duoni kalimalarida bir-biriga bog'liqlik shundaki, birinchisi qarang, samovat va yerlarning va barcha narsalarning Robbisisan deganda butun borliqni rububiyatini Allohga nisbat berilyapti. Keyin danak. Don bilan danakning farqi bor. Don bug'doy, arpa shunga o'xshagan narsalarga ishlatiladi. Danak daraxtlarda urug'iga ishlatiladi. Hab va navo deganda shu. Bu bilan ozuqa beruvchi ham sensan degan ma'noga ishora qilinyapti. Yuqorida shunchaki jonsiz narsalarni yaratuvchiligini e'tirof etilgan bo'lsa, osmon va yerni barcha narsani Robbisisan deb. Endi danak deb o'simliklar, jonivorlarni ozuqasining ham Robbisi sensan degan ma'no e'tirof etilyapti. Endi bu jismoniy ozuqani Robbisi deb e'tirof etishmi Allohni? Keyin davomida Tavrot va Injil va Qur'onil Azimni nozil qiluvchisan deb ruhoniy ozuqani ham Robbisi ekanligi e'tirof etilyapti. O'zi olam shunda, to'g'rimi? Jismlarning ozuqasi ruh, ruhlarning ozuqasi. Hamma narsani Robbisisan degan ma'no bor-da bu yerda. Keyin Alloh peshonasidan tutib turgan barcha jonivorning yomonligidan Alloh bilan panohlanilyapti. Tabiiyki hamma jonivorning peshonasi Alloh qo'lida. Ya'ni boshqaradi uni. Shuni yomonligini mendan burib qo'y deyilyapti. Keyin davomini sharhlaganmiz. Sen birinchisan, sendan avval hech vaqo yo'q. Sen oxirsan, sendan so'ng hech vaqo yo'q degan ma'nolar